Cobalt avtomobili bo'layotgan muammo. Akamizda doimiy ventilyator bir qo'shilgandan keyin to'xtamasdan ishlayapti. Ko'plar shu narsaga qiynaladi. Termostat alishtiradi, radiator ochadi, qizyapti deb o'ylaydi. Mana kompyuterda ko'rsatib beramiz. Ko'p usta akalarimiz biladi, bilmaganlarga lifehack. Datchik Haldagenda konditsioner 1232 ko'rsatyapti. Ana shu narsa normasi 950-900 bo'lish kerak. Ana shu narsani balandligi hisobiga buni freoni qizyapti deb birinchi palajani, mana upravlение relay ventilyator birinchi palajani yonib qolgan. Hozir 85 gradus bo'lsa ham ventilyator tinmasdan ishlayapti. Mana tabloda ham gradus chiqarilgan, 85 ko'rsatyapti. Shuni hozir bexarajat oson yo'li bor. Bir xillar freonni to'kib alishtirsa ham qoladi, to'g'ri, uni ham qilsa bo'ladi. Usiz ham arzon variant bor. Mana bu yerda zapravishni ikkita trubkamiz bor. Mana bu visoki bo'ladi, pastdagisi niski bo'ladi. Mana bu niski. Niskidan hozir kamroq vozdukni chiqaramiz. Visokidan chiqarish mumkin emas. Niskidan chiqaramiz. Pasaytirgandan keyin ventilyator o'chadi. Mana hozir shogirdlar chiqaradi, bizlar bu yerdan ko'ramiz. Sarten vozduk qasha? Sarte. Mana vozdukni bu yerdan qo'yib yuboryapti, mana. Davleni pasayapti. Mana davleni pasayapti, mana hozir ventilyatorni o'chiradi o'zi avtomatik. Davleni tushgandan keyin. Mana 980 bo'ldi, ventilyator o'chdi mana. Shut. Mana 868 bo'ldi. Endi mashinamizning gradusi hozir 98 da ventilyator ishlaydi. 98 bo'lsa agar ventilyator qo'shib o'chadi. Shu oddiy narsa uchun bir xillar ko'p xarajat qiladi. Shu narsaga ham e'tibor berib qo'yishlaringizni so'raymiz. Pompa ham ketsa, boshqa bo'lsa ham ventilyator yaxshi sovutmaydi mashina, lekin mana shu oddiy narsada ham bir xillar ko'p xarajat qiladi. Shu oddiy narsaga ham e'tibor berib qo'yamiz. Mana mashinamizda gradusi 98 ga chiqdi. 98 ga chiqqandan keyin ventilyator yana yondi birinchi palajini. Kompyuterda ko'rishlaringiz mumkin. Mana hozir sovutgandan keyin avtomatik 93 da o'chadi o'zi. Datchik davleni Haldagenda o'zi 958 shu atrofida, 1000 atrofida bo'ladi. Shu norma. Mana 93 bo'ldi, avtomatik ventilyator o'chdi. Mana bu yerda ko'rsatyapti kompyuterda. Kanalimizga obuna bo'ling, e'tibor uchun rahmat. Sifatli xizmatlar ko'rsatib beramiz. Bemalol bizlarga murojaat qilishlaringiz mumkin.